anaqa bitta mashina sig'adigan emas. Yo'li keng. 3 ta qo'shni, 4 ta qo'shnim bor. Mana bu yerda bitta xonadon bor. Mana. Mana bizning uy bitta. Aytganimda Mamut bilan aytdim-da. Anaqasi qurilishga narsa olib kirsa bo'ladi, bu yoqda kirsa bo'ladi. Bunda ko'chadan chiqqanda o'zi 3 tagina xonadon. Mana bitta katta joylari katta lekin. Bu yoq mana hovli. Mana Mamutdan polni buzdirib, bu yoq bilan buzdirsa to'rtburchak katta joy bo'ladi. Mana bu yoq ham mana polni. Narida anaqa ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu yerdan anaqa chiqarib qo'yganmiz. Fundament qo'yib qo'yganmiz. Narida tarafga uy solinishini proyekt naryoqdan bu yoqqa qaratib turib,